Assalomu alaykum. Bugun sizlarga 1 yildan buyon bizda davolanib kelayotgan bir bemorimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Xo'sh, bemorimiz umurtqa pog'onasining L3, L4 sohasida 10 millimetrli girja bilan murojaat qilib kelgan edi. Kelgan vaqtdagi holati og'riqlar kuchli, oyoqlariga og'riq berayotgan edi. Boyagi harakat cheklangan edi. MRT qildirganimizda L3, L4 sohasida 10 millimetrli girja aniqlandi. Bemorimizni keyin davolashni boshladik. U kishiga ukol dorilar, fizioterapiya hamda plazma lifting amaliyotlarini amalga oshirdik. Uning natijasida bemorda og'riqlar kamaydi, harakatlari bemalol bo'lib qoldi. Bemorning holati yaxshilandi. Hozirgi kunda qaytadan MRT qildirib ko'rgan vaqtimizda bemorimizda 10 millimetrli girjaning 4 millimetrga tushganligini ko'rishimiz mumkin. Endi o'chasam kelgan vaqtdagi MRTsi bu. MRTda umurtqada L3, L4 sohasida joylashgan girjasi mana umurtqa kanalini to'liq qisib qo'ygan. Aksin kesimlarni ham ko'rsat. Bu zaklchinasi. Zaklchinada xo'sh 10 millimetrli girja ko'rsatilgan. Hozirgi holatini ko'rsa bo'ladi. Hozirgi holatda mana shunday holatda. Xo'sh, L3, L4 sohasida 4,5 millimetrga tushgan. Ko'ndalang kesimini ko'rsagan bo'ladi. Bunda ham girjaning anchagina kichayganini ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Bizga kelgan vaqtingizdagi holatimiz qanday edi? Birinchi kelgan holatim menda achinarli edi, to'g'risi. Enkayib qolgan edim. Chap oyoq uncha aytganini qilmay bo'ysunmardi. Shu sizga kelib lichina olib, bizdan oldin ham davolangansiz? Sizdan oldin ham ko'p joylarga bormagan joyim qolgan. Nimalar qildirgansiz o'sha? Endi har xil lichinalarda, Har xil lichinalar. tortilish, oyoqdan osilish hammasi bo'lgan. Nima qilsak, undan keyin o'zi tortinganingizdan keyin menimcha og'riqlar kuchaygan o'zi. undan keyin kuchaydi-da. Og'riqlar kuchaydi. Undan keyin kuchaydi. Biza davolanganingizdan keyingi holatlar qanday? Sizdan keyin уже effekt berdi-da. 3 bosqichda davoladik. Ha, bu 3-chi kelishim xudo xolasa. 3 bosqichda ancha o'zgarishlar yaxshi. Bilinardi. Enkayishlar birdan tikka bo'ldi-ya kelganingizdan. Ha, tikka bo'ldi уже. Og'riqlar yo'qoldi. Hozirgi kunda holatingiz qanday? Hozirgi kunda holatlarim ancha yaxshi. Og'riqlar qanday? Beldagi og'riqlar. Belda og'riq yo'q, shu chap oyoqqa sal berdi. Oldinga nisbatan ancha yaxshi. Oldinga nisbatan ancha yaxshi. Harakat cheklanishi yo'q-a? Yo'q, harakat yo'q. Gavdangiz ham tikka bo'lib qoldi. Ha, ko'krak ko'tarib. Ko'krak ko'tarib qoldi. Shu necha oy mobaynida shu enkayib yurdingiz? Bizga kelganda sal enkayib yurardingiz-ku. Uni bir 2 oylar, 2 oydan ziyod nima qilib enkaydim-da. Keyin o'zi tiklanib, sekin etap nima yaxshi. tiklandi. Hozirgi kunda holatingiz yaxshi. Hozirgi kunda ancha yaxshi. Yaxshi. 10 millimetrdan 4,5 millimetrga tushgan girjangiz. Bizlar ham xursandmiz sizning girjangiz kamaganidan. Baraka topingizlar, Allohga shukr. Bizni shu aytganlarimizga rioya qilganingiz uchun ahvolingiz juda ham yaxshi menimcha. Shu nima degan bo'lsa, menimcha shu aytganlarni qilgansiz. Ha, tarbiya qildik endi. Yaxshi. Tabii 50% odamning insonni o'ziga bog'liq. Shunday. Mayli, tuzalib keting. Sog' bo'ling.